Assalomu alaykum, hurmatli bizni ijtimoiy tarmoqda kuzatayotganlar. Bugun biz 6-iyun kuni 2026-yil Qashqadaryo viloyati Qamashi tumanidagi Savson mahalla fuqarolar yig'iniga qarashli bo'lgan Jovlibobo o'g'li Baxtiyor fermer xo'jaligida 2025-yilda 11-sentyabrda ekilgan bug'doy dalasidan sizlarga shu ma'lumotlar beryapmiz. Ushbu dalada ayni paytda yerga ishlov berilmasdan ekilgan bug'doyimizda hosildorligi 3-4 tonna atrofida deb biz hozircha chamalayapmiz. Mana o'simlik qoldiqlarini ham ko'rsak bo'ladi. O'sha yerda dalada o'simlik qoldiqlari qolgan va to'g'ridan to'g'ri ekilganligi uchun ham bu daladan biz yana sizlarga ma'lumotlar berishga harakat qilyapmiz. Shu aynan mana shu texnologiya o'zini afzalliklarini ko'rsatmoqda shu hosildorlik bo'yicha ham. Chunki asosiy shu lalimida ishlaydigan fermerlarimiz o'tgan yili kuzda qurg'oqchilik kelganligi uchun ham ko'plari ekolmasdan qolib ketdi. Biz buni 11-sentyabrda ekkanligimiz uchun mana hozirgi paytda shu yaxshi hosil olish niyatidamiz. Barchaga katta rahmat.